Avvalambor assalomu alaykum. Yilning eng yaxshi futbolchisi mukofotini olganimizdan juda xursandmiz. Bu mukofotni bir marta olganmiz. Ikkinchisini to'g'risi hayolimga ham kelmadi. Shunga loyiq ko'rganinglar uchun juda xursandman. Bu safar bu tadbirda qatnashmoqchi edim. Nasib bo'lmagan ekan, yana bir bora oldimizda turgan katta o'yinimiz bor, bitta o'yinimiz qolgan. Shu munosabat bilan qatnasha olmadim. Bu mukofotni muxlislar bilan birga nishonlash nasib emas ekan. Inshaalloh Qatardagi bo'lib o'tadigan o'yinimizdan keyin Xudo xolasa qo'shaloq qilib nishonlash nasib qilsa hammamizga. Mavsumdagi o'yinlarimizga kelsak, qayerdadir omadimiz kelmadi, qayerdadir muxlislarni xursand qildik, lekin hamma taraflama biz bilan oldimizda bo'lgan muxlislarga kattakon rahmat aytamiz. Men o'zim o'yinlarimga kelsam, komanda uchun o'ynadim. Endi borimizni berdik qo'ldan kelgancha. Bundan keyin ham Alloh nasib qilsa siz muxlislarni xursand qilish uchun borimizni beramiz. Hokim va chempion komanda qilyapti va biz buni bilib turibmiz. Mas'uliyat bilan yondoshyapmiz. Keyingi yilga bundan ham yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qilamiz. Siz muxlislar bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.